Hammaga assalomu alaykum. Kursimizni birinchi darsiga xush kelibsiz. Birinchi darsimizda C# va .NET platformasini ko'rib chiqamiz. Dastlab C# o'zi haqida gaplashamiz, keyin .NET platformasi haqida ozgina gaplashamiz, keyin .NETda afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Undan keyin qanday turdagi dasturlar yaratish mumkin, shuni ko'rib chiqamiz. Keyin .NET SDK bilan runtime'da nimaligini ko'rib chiqamiz. C# bu Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan til. Buni bilsalaring kerak. Bu .NET platformasini asosiy tillaridan biridir. Sintaksisi zamonaviy, ya'ni o'rganishga oson. Tezlik bu C# asosiy xususiyatlaridan biri. U .NET Runtime yordamida optimallashtirilgan kodga aylantiriladi. Uni dasturlari ayniqsa server, web va desktop ilovalarida yuqori tezlikda ta'minlab beradi. C# statik tiplanganligi uchun ko'pgina xatoliklar kompilyatsiya vaqtida aniqlanadi, ya'ni dasturni ishga tushirishdan oldin xatoliklarni topish imkoni mavjud. C# to'liq obyektga yo'naltirilgan til. Unda klasslar, obyekt meros olish, polimorfizm va inkapsulyatsiyalar orqali dasturlar tuziladi. Ya'ni OOPni barcha afzalliklaridan to'liq foydalanishimiz imkonini beradi. Obyektlar statik tiplangan bo'ladi. Oldin aytib o'tganimizdek, ya'ni har bir o'zgaruvchini turi kompilyatsiya vaqtida aniq belgilangan bo'ladi. Bu esa o'z navbatida dasturchiga ko'plab xatoliklarni oldini olishga yordam beradi. Yana bitta afzalliklaridan biri bu katta jamoatchilik, ya'ni C# haqida informatsiya ko'p. Ya'ni har qanday muammo uchun tayyor yechimlar topish mumkin bo'ladi. Va bu ma'lumotlar bevosita dasturchi uchun samarali kod yozishda qulay keladi. .NET platformasi bu Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan dasturiy platforma. U orqali turli qurilmalarda ishlaydigan dasturlar, ilovalar yaratish mumkin. .NETda asosiy komponentlari: birinchisi .NET SDK, dastur yaratish uchun kerakli vositalar to'plami bo'ladi. Uning ichida .NET Runtime, uning ichida dasturni ishga tushirish uchun kerakli muhit bo'ladi. Ya'ni qisqagina qilib aytsak, SDK bu dasturchi uchun, Runtime bu foydalanuvchi uchun. .NETda qanday afzalliklari bor? U cross platformali, ya'ni .NETda turli platformalar uchun dasturlar yaratish mumkin. Masalan, Windows, Linux, MacOS va hokazo. Yuqori unumdorlik, ya'ni tez ishlaydi. Dasturlar yengil bo'ladi. .NETda turli tillar qo'llab-quvvatlanadi, ya'ni poddershkasi turli tillar uchun bor. Bu C#, F# va Visual Basic'da .NET versiyasi bor, lekin biz asosan C# ko'rib chiqamiz. .NET platformasining yana bitta afzalligi, u bepul va ochiq manbali. GitHubda o'zini havolasi bor, unga kirib tanishib chiqish imkoniyati mavjud. Xo'p, .NETda qanday dasturlar yaratish mumkin? Web ilovalar qilish mumkin. Buning uchun ASP.NET Core va frontend uchun Blazor'da ishlatish mumkin. Desktop ilovalar yaratish mumkin. Buning uchun WinFormsdan foydalanish mumkin. Chiroyliroq qilish uchun WPF dan foydalanish mumkin va MAUI dan foydalanish mumkin. U yordamida mobil ilovalar ham qilsa bo'ladi. Bulutli texnologiyalar ham yaratish mumkin. IoT uchun dasturlar ham yaratish mumkin. Sun'iy intellektdan foydalanish mumkin. O'zining kutubxonasi bor, ML.NET degan. Va o'yinlar yaratish uchun Unity dijogi bor. U juda ham kuchli, mashhur. Uning uchun uning yordamida juda ko'p o'yinlar yaratilgan va u juda katta o'yinlar yaratish uchun imkoniyatlar beradi. .NET SDK, ya'ni bu Software Development Kit deydi. Unda dastur yaratish uchun kerakli vositalar to'plami bo'ladi. Uning tarkibida kompayleri bo'ladi. Ya'ni C# kodini mashina kodiga aylantirib beradigan dastur. CLI vositalari, ya'ni .NET o'rnatganimizdan keyin biz buyruqlar orqali loyiha yaratish, uni qurish yoki ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni command line interface deydi. Komanda orqali shularni bajarishimiz mumkin bo'ladi. .NET SDKda NuGet paketlarini boshqarish vositalari ham bo'ladi. SDK tarkibida yana shablonlar ham bo'ladi. Bu turli loyihalar shabloni, biz ularni tanlab, o'zimizga kerakli tipdagi loyihani yaratib olishimiz mumkin bo'ladi. Runtime bu tayyor dasturni ishga tushirish uchun kerak bo'ladi. .NET Runtime asosan kodni ishlatadi, xotirani boshqaradi, exception handling, ya'ni xatolarni boshqaradi, xavfsizlikni tekshiradi. Bularning hammasi .NET Runtime'da CLR komponentida bo'ladi. .NETda asosiy modullardan biri u dasturni ishga tushirish va boshqarish uchun ishlatiladi.
Base Class Library ko'p ishlatiladigan klasslar kutubxonasi. Bunda tayyor kutubxonalar to'plami bo'ladi. Bu kutubxonalar fayl sistemasi bilan ishlashi mumkin, tarmoqlar bilan yoki kolleksiyalar bilan ishlaydigan kutubxonalar bo'lishi mumkin va boshqa yana ba'zi kutubxonalar shu BCL ichida bo'ladi. C# va .NET haqida kirish qismi birinchi darsimiz shundan iborat edi. Savollar bo'lsa, izohlarda qoldirishlari mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.